Assalomu alaykum hurmatli qishloq xo'jalik YouTube Telegram kanalimiz a'zolari. Mana shu motobloyni oldik. Endi buni xudo xolasa kombayn pichoqlarga qo'yib, remont qilib o'radigan qilamiz. Kimga mashina qancha xizmatlari zarur bo'lsa, pichoqlarga qo'yib o'rnatib beramiz mashina texnikalarni. Motobloylar bo'lsa, eskimi, yangimi olib imkon qadar oladiganlarga topib ham beramiz. Mana jatkamizga ham hamma bo'shatib oldik. Mana unisi o'zini pichog'i. Buni olib tashladi. Endi mana uni qo'yib beramiz. Mana pichoq. Mana paluzlarimizni ham qatirib oldik. Kombayn paluzimiz, mana signallari. Mana shu holatda mana pichoqlari, signallar o'tmas bo'lgandan keyin gayka bo'ldi. Oddiy ikkita gayka bo'ldi. Qatiriladi, yana bo'shatib almashtirib olaveradi. Bu pichoqlar o'rtacha 5000, 7000, 8000 dan 100 mingga bormagan pul bilan yana yangidek qilib alishtirib olsa bo'ladi. Mana bu. Mana buni qatiramiz. O'rtaga 3 ta segment qo'yib qatirsak bo'ldi. Mana jatkamizning sulkalarini ham qatirib oldik. Endi bu parraylarni ligrovka qilib joy-joyiga qatiramiz. Kulchatini bosamiz. Asos tortib tursa, asos faqat tortib turib, tushgan tortdan. Tushgandan keyin asos qaytaramiz.